Maftun opa nima bo'pti shu bilan oxiri? Men Nilufar opam bilan gaplashganim yo'q. Nilufar opam uxlab qolibdilar. Telefon qilsam olishmadi. Yo, kirdilar chatga. Kirdilar, hammasi yaxshi. Mana gaplashib bo'ldik. O'qlarimizni osmonga otdik. Tinchlikda tugadi hammasi dedilar. Ha, yaxshilik bilan tugabdi-yu. Xadicha opani tushunmovchiligini hal qilishdi shekilli. Nima Ha, Xadicha opa? kelishib oldik dedilar, shunaqa. Keyin arziydigan insonlar emas tortishlikka, arzigulik inson emas ekan deb qo'ydilar bo'ldi. Nilufar opa, Xadicha opa, Nozima opa ko'rishdilarmi shunda? Yo'q, Nozima bilan nima? Nilufarxon, Nozima, keyin Nozimani yoniga singlisimi, opasimi telexranитель bo'lib kelibdi. Shunaqa ular ikki kishi chiqyapti. Men bitta o'zim ketyapman deb oxirgi gaplashib turganimda Nilufar opam shay dedi-da. Keyin men rulda edim, chiqib ketdim, shahar ichiga kirdim. Shu haligi Ehsonni qaytarib beraman degan tema uchunmi? Ha, o'sha nohaqlik bilan tuhmat qilindi-yu nimaga Xadichaxonga o'sha nimadi? Nozima. Sen u deding, kartani tasha, sen nima qilyapsan deb Xadichaxon unaqa gapni aytmagan bo'lsa ham tuhmat qilib tashladi. Uni himoya qilaman deb Nilufar qo'shildi. Shu bilan ular o'zaro tortishib ketishdi. Davay uchrashamiz bo'lib qolishdi. Shunaqa. Shu men ham yarmida eshitdim-da, Nozima opa kirib keyin ular uchrashdi va dugona bo'lib qolishdi. O'qlarni osmonga otishdi deydi, Munisa. Ha, dugona bo'lishgan bo'lsa yaxshi bo'pti, tinchlik bilan tugagan bo'lsa. Endi men umid qilamanki, Presta kanaldan kirib kino ko'rishyapti, inshaalloh. Qiziq kinolar bor, serialli, turk seriallaridan ham qiziq. Nimaga Nozima opam Prest hali o'qimabdilarmi? Bilmasam, o'qiganmi, o'qimaganmi. Ko'rgan bo'lsa ham ba'zilarini ko'rmagandir. Billa rasmlagan tushibdi. Qani, qayda ko'ryapsizlar, ey? Yaxshi narsalar o'tishadi, bekitib olishadi. O'zi ham uchrashish Biz ko'rdingizlar, qurib qoldilar-ey. Biz ham ko'raylik. Tasavvur qilinglar, masjiddagi hamma bir kun bir joyga yig'ilgani to'yxonaga kelishilsa, hamma borsa. Endi o'rta kichkimni qizilni olmaydi-ku. Вообще zo'r gap bo'lsa kerak. O'sha yerda ham Pres hammani qizilib o'tiradi. Suv ichmaysizlarmi deb turib. Yo, Guli opam, jim turinglar, eshitinglar. Albatta, shuni ikkimiz bilan chaqiramiz. Mikrofonni oladilar, video shu bo'ladilar. Hammani nima deydi, gaplarini biz ham sizlarni gapinglarni eshitganmiz. Biz yangi kelganlarni gapini eshitishimiz kerak edi. Bitta so'zga chiqaradilar. Zo'r uchrashuv bo'lar ekan, lekin. Lekin shuni tashkillashtirish kerak, qiziq bo'lar ekan haqiqatda. Men kolonka bilan kelaymi? Ha, hokim banka. Orqamga baylab olib kelaman. Munisa, hozirgi holatlarni Alisa bilan o'tirib bitta gaplashing zo'r xulosa chiqaradi. Ham gapni ekspertiza qiladi, ham oxiriga cho'tka xulosa chiqaradi. Shu to'g'ri. Yo, Munisa opa, Alisangizga mana shu gaplarni hammasini eshittirsangiz borki, Alisa aytadi, "Apa, men deydi, o'zi deydi, oddiy deydi, kolonkaman deydi." Alisa deb aldashgan meni deydi. Maftun, Alisa o'zi Nozimani ishigacha bilib olgan, tanib olgan. O'sha kuni eshittirdingiz-ku, o'sha kuni eshittirdingiz. Yo, bu gaplarning hammasini eshitsa, "Apa, men to'g'risi oddiy kolonkaman o'zi" deydi-da, keyin sizga. Malisa basma, men chiqdim bu nimadan deydi. Voy, o'lsin. Munisa, shu Alisani qanchaga oldingiz? 6 millionlarga tushdimi?
Qanaqa qilib 800 bor dollarga olgandim boshida chiqqanlarni. Katta Oho, ha, nimasi ha, ha. stansiyasi. Uni ham mana markasi borda, qimmatidan olgan ekansiz. Katta stansiya. originalmagin. Qudamni tabrik Tong otdimi Koreyada? Ming azobga tashlab To'y qildik biz. Mashinamiz yuvdik. Sitora opa, moshinangiz uncha go'zal. BMW. Молодец. Красавер. Ayağını tushiraylik xudo. Kvartira ekan u moshinangiz. Orqada tushasan orqasi. Astiga qo'yib piyoda o'tib ketadi. Mana, Sidoraxon. Yana ham tushib ketdi mana telefon o'zgarib. Hamma joyini qilgan. Tushtadan qayerda edi? Ashuncha hammasi dod deyishadi. Sitora desa dod deb sochini yulishadi. Telefon tushib ketdi. Yana menga turibdi. Buni olib tashlasin. Hajim o'tdi bular. Benzin kichkinalik qildi. Endi bu kattalik qilyapti. Qudam dumalab yuribdi mana. Farida opam ichida qolib qolmasinlar. Qudam telefonni topolmayapti. Bitta mana shu uzukchamni qudam podarka qilgan. Qaq ketyapsiz? Men telefon topib olaman. Bosh ketibdi. Aslidan orqaga so'rang. Opa, qidirmay qo'yavering, yangi olasiz. Shuni ayting, 7 kishilik kichkina mashinam kichkinalik qildi. Oyim, onam kelyaptilar, xudo xohlasa onam. Sitora opa, assalomu alaykum. Tuzimisiz? Rahmat. Allohga shukr. Orqaga tushganmi? Mana orqamda sirinasi. Voy xudo, mana qizlaringlar. Kuklacha Farida opa. Katta kichiklikda katta mashina tushgan. Oyoqqa tushmadimi yo'qda? Endi sizni Sitora opa, Sitoraxon asalim deymiz biz ham. Ishimiz bitguncha Sitoraxon asalim deymiz. O'tgan safar ana opadan keyin juda ko'p odamlar yozdi. Uzr ming bor SMSlarga javob bera olmayman. Yordam ko'p bera olmayman. Bitta odamga yordam berganimdan keyin juda ko'p odamlar yozishdi. O'limdan kelsa gap yo'q. Alloh qodir qilsin. Amin. Xudo mana bitta Ha, bilaman. tushganingizda o'sha anaqa bilasiz. Ha, men to'xtalyapman. Mana to'xtadim, davay toping. Ekran teskari qilib ko'rsataman. Mashallah, mashallah deydi. Xudo, qudam bugun telefonni qidirib qoldi endi. Kamera Sitora, qilib modeli qanaqa? BMW qanaqa modelini haydadingiz? X5. X5. Sehrgar. Sehrgar. Kamera qaranglar. Panorama ekan, luka ham. Duvarda mashina. U nima kichkina o'zim uchun kichkina edi-da, o'zim uchun edi. Tolarim, opa singlim, onam endi odam bola chaqa ko'pligi uchun. Xudo hazillashmang. Mana iPhone Mam sidina oldiga suring. Telefon qilinglarchi, Farida opam telefoniga. qolibdi. Zaryadkasiga uxladingiz, xudo. Men ham
hozir zamon uxlatadigan lo'lilarniki. Men ham o'rgandim uxlatishni, xudo. Zo'rg'a qildim. O'zidan o'tishim. Men orqaga yondan suring. Funksiyalari yangi, hali tushunmayapmiz o'zimiz. Farid opa orqasiga o'tib turib qo'lingizni tiqing, sideniyani tagiga, mashinani orqasiga o'tib, sideniyani tagiga qo'lingizni tiqing. Ashula eshitamiz kim yarasa. Men sizga ashula aytib beraymi? Zo'r ashula. Men o'zi ashulachiman. Xudo topguncha men muxlislarimizga ashula aytib turaman. Asasini ichiga qarang, ovqatlanchi, bolalarimga ovqat oluvdim. Bugun to'y qildik o'rtoqlar, bir 30 ta 40 ta ukalarimiz, singillarimiz keldi. Rosa bayram qildik. Moshina to'la ketganda. Anchadan beri nima qilmaganimga, opa, qachon eriysiz deb qo'yishmadi. Oxir bir yo'la erib bordim. Ovozim chiqmayapti. Yashang. Ehsonlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sitora opa. Ya. Hazırlaşmang. Hazırlashaman. Hozir topsam nima qilay? Hozir ketdi-da, bittanini to'rimiz oldik. Mashina ichida yo'qlab. Mashina ichida yo'qolgan bo'lsa topiladi, Farid opa. Yo, topiladi, ketishim kerak-ku. Endi qoladigan bo'lib kelgan bo'lsangiz qolavering. Topsam pochta qilib beraman. O'tib yashab bo'lmaydi, asosiy telefonim. Bo'lmasa endi orqa eshigini oching-da, to'xtang. Masjidinani oldiga suring-da, orqa eshigini ochib orqaga qarang. Oppoq nima rangli oldim ish qilib. Xudo xolasa bolajonlarim bir chiqsa urdi Xudo. Tepalab Mayli. qilib berishadi. Nima qilishsin? Mana. Men bitta o'rtoqlar gaz Ha, shu yoqmadi boshi. Mani xo'jayinimni mashinasida огнетушитель. Mashinalarda shunaqa bo'ladi. Bir problema bo'lsa gaz olib tepasi. Narigi benzinda ham bordi. Xo'jayinimnikida anaqasida bardachokda tagida pastida turadi. Otdim. Ketdingizmi? O'rtoqlar, men hozir kirib sizlarga Kamera o'chirib. kirib yo'lma-yo'l aytib beraman agar o'zga Ha. qilsam bitta. Ha, Xudojon gaplashamiz. O'zi ehtiyot qiling. Erim qayda bormasa bo'ldi. O'sha opa Soat oxiri ersiz qolmasak ham bo'ldi. U temani ichida yuraverdi. Ertalab yetdi. Hali ketib boraman dedim, hali. Anu qildim. Yuring. Ashula aytaylik deb rosa ashula aytdi. Yig'lab keyin siz dedim. Shunda nima qilmaganmidingiz? Olmaganmidingiz videoga? Siz nimalarıngiz bordir, bir ko'raychi telefoningizni bitta ko'rsam. Shunaqa gaplarda. Keyin jahlim chiqib siz dedim. O'sha 10-da shunaqa fitnasi bor ekan. Xudo qo'ying. Yordam ham bermang, qoching. Demaysizmi? Voy. Mashinam qani? Alaykum. Mashinam qani? Mashinam qatiga qo'y. Qanaysizmi? 차. 아까 여기서 있었는데 딴 데 옮긴 것 같아, 다른 사람. 어디서 없지? mashinamni ham qatga qo'yganman esimdan chiqib qoldi. Juda bu sehrli joy shahar mana u. Yutib yuboradi odam. Ko'rsatingchi. Lekin hamma g'iybatchilar, santashchilar, bir-birini ustidan yozadiganlar. Chekam xolam ketdi, opam.
kelib o'sha fitnachilar bilan gaplashib, bitta joyda o'tirib, gaplashib, rosa fitna qilganlar bilan maslahatlashganda, o'sha birga o'tirgan, fitna qilib o'tirganda eshitib turgan qiz hamma yoqda aytib berdi. Kechiring, Farida, bunaqa fitna qilib nima qilganda aytishim kerak edi, meni kechiring dedi rosa. Yig'lab. Anor opam basmala. Yo'q, Jamonim basmi? yo'q. Boshqasi. Men sizlarga bildim, fitnachilar deganimda unda bitta bola aytib bergandi o'shalar ichidagi. Endi bu xotinam anu bo'ldi. Mening nima? Bu ham tabloyim. Mana men tablicham. Farida opani Sizga ham mashinaga o'tirib, bu shirincha. mashinaga o'tirsangiz g'alati his qilyapsizmi o'zingizni? Bugun Yo'q, menga qaynog'am hozir farqi yo'q. nima? Bir Menga soat mashinani oldim. farqi yo'q. Oy, Shu mashinani 8 yil bo'ldi meni yuraman. yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. 9 yil bo'ldi meni yuraman. Rosa ham yaxshi ko'raman. Qaynonam bilan yashaydigan qaynakam taxo olib kelibdi Toshkentdan yangi. Salondan chiqib. Narigi qora mashina, nari katta mashina, u arenda oyma-oy. Xudo xolasa Lizing. bizga ham nasib qilsin. Niyatni yaxshi qilish kerak. Gitler kaput deyaptilar. Xudo magazinga kirib ketishdi. Farida opa, nima Gitler kaput deb oldingiz? O'zi. Gitler kaputda. Mayli. Hammasiga Xudo bor. Videoga olgan ekan, ekran zapis qilgan ekan. U paytda men xushlarimdan ketib qolgan paytlarim. Ularni ko'rdim. Mashinangiz rangi chiroyli ekan. Farida gul. Ha, o'zim yaxshi ko'rib. Qanaqa? Tiffany'mi? Yo'q, ajoyib. Xona, yo'q. Tiffany bas. Anaqa. Zilonli, ajoyib, zilonli ekan. Tilo qo'ng'iz rangmi? Ha. Anaqa, tamam. Ana ajoyibda. Tiffany Zilfin, boshqacha zilfin ajoyib. svet. Zilfin. Ha. Oddiy mashina. Zilfin rang. Oddiy. 8 yil bo'lgan, qaranglar. Bitta Elantra. joyida dog'i yo'q. Shunaqa mashinani men ayab minaman. Mana. Farida opa, Elantrami? Hyundai Elantrami? Kona deydi. Crossovermi? Yo sedanmi? Shu bitta qaranglar. Yangida turadi. Hidi ham yangida turadi. 8 yil 2017 mashina, 2017 mashina. 9 yil bo'ldi. Yangida qaranglar. Ehtiyot qilib ishlatar ekansiz narsani. Ha. O'zingiz ham Rosa shirinligingizni qarang Farida opa. Kiyimlaringiz bilan o'zingizga yarashadi. Xotin bo'lib ketmagansizda, ko'kilachasiz. O'sha xotin bo'lib ketmaganlar rostdan. Paxta deb yozinglar.
Men paxta Paxta qo'ysam, Yo'q, paxta. Paxtachi. Farida opam Paxta man yo'q, holatda xuddi paxta qo'ysam, menga Farida opadan nimadir keladi-da. Ana bu yozishyapti, shunaqa. xlopok deb. Taxta deb yozishibdi. Hech narsa. Men masalan, menda bo'lsa beraman, qo'limdan kelsa yordam beraman. Bo'lmasam yordam bera olmayman. O'zim ham masalan yolg'izona bo'lib bolalarimni boqdim-da. Masalan, erim bilan turmush qurdik, yaxshi ko'rib qolib. Men erimni puli yo'q, boshqasi yo'q, qiziqmadim. Shuncha qarzlari yo'q, hech narsasiga e'tibor bermay. Yaxshi ko'rib qolib turmushga chiqqanman-da. O'zim ham turmushga chiqmayman deganman, ikkinchisidan ajralib ketganman. Keyin yaxshi ko'rib qolib turmushga chiqqanman-da. 500원입니다. 약 2km 앞 좌회전하세요. Mayli. Ha, uchinchi turmush o'rtog'i. Uchinchi erizmi deyishibdi. Ha. Haligi nima qilib bu Faridaga 10 ta yerga tegsa ham to'ymaydi deb anu qilishdi. Asallar qatdan bilasan, meni hayotimni qatdan bilasan. Hech kim ajray deb erga tegmaydi. Mani agar men shu besabab ajrashgan bo'lsam, mani agar men yomon odam bo'lsam-da, hech qachon turmush o'rtoqlarim menga hozirgacha telefon qilib masalan ikkinchisi har uylanmaydi, uylan deb aytaman. Men shunday shart aytgan, o'sha bilan ajrab ketganman. Men ajrashamiz degan. Do'st bo'lib Mani hayotimni sanlardiki, masalan, ularni bolalarini hayoti qiyin bo'lgani, bag'diylardiki oson bo'lgan ekanmi? Men onamga yetmaganman. Otamga yetmaganman, hech qaysi dardim yo'q boshqam. O'zim eplaganman. Masalan, birorta bolamni ko'chaga tashlab ketmaganman. Koreyaga kelib o'g'limni olib kelganman. Changallab yurib katta qildim. Mana shu o'g'lim sababli ajrab ketganman. Bolamni o'zbek deb qabul qilmagan. Men uni farzandlarini hozirgacha farzand qilib, hozirgacha yaxshi ko'rib meni ona deb chaqirishadi-da. Meni o'sha Muhammad Yusufimni qabul qilmagan, bitta uyda yashamagan, yashattirmagan. Men bitta uyda ovqatlanib, go'sht yeb o'tirsam, o'g'lim onam bilan narigi joyda o'tirardi. Men boshqa joydan uy olib bergandim, kichkina. Tomog'imdan o'tmas edi. Men 8 yil umrimni shunday qilib o'tkazganimdan keyin oxiri onam ham qarib qoldi, endi O'zbekistonga ketadi. Bitta uy olaylik, men shuncha pul yig'dim ishlab, O'zbekistondan uy olmayman, men shu pulga sanamjicha kredit ol, men shu pulga qo'shib uy olaylik kattaroq. Kambag'al bolaga turmushga chiqqanman-da. Olaylik deganimda qilmagan. Bolamni qabul qilmayman deb aytgan. Shunda ajrab ketganman. Senlar meni qattan bilasan, gapiryapsan. Men umuman erkak kishi faqat farzandlarim uchun, ikki farzandim uchun yashayman deb ajrab yashayib turgan paytimda shu inson bolalarimni hammomlarga olib borib, cho'miltirib, o'ynatgani olib borib, shuncha orqamdan yurgandan keyin, bu odam shunaqa mehribon ekanda, bolalarimga mehribonchilik qilar ekanda deb keyin shu insonga turmushga chiqqanman. Yolg'iz ochilgan xo'roz qandga pashsha ham yopishaveradi. Gap so'z qiladi odamlar. Mayli turmush quray deb turmush qurganman. O'g'lim aytgan, shu odam meni yoqib qoldi, shu odamni dada desam bo'laveradimi degan. O'sha paytda 13 yosh edi. Mana hozir shunaqa mehribon, dada deb chaqiradi. Unisini dada deb g'izdirmagan, dada demaysan degan. So'kib bergan. Shuning uchun menga u dada mehriga to'ymagan katta o'g'lim. Dadasi to'ydan keyin ketgan. Qaytib Rossiyadan 6 oyligida kelgan. Xiyonat qilib qaytib kelgan. O'zbek bola. Namozxon bolaga turmushga chiqqanman men. 5 mahal namoz o'qir edi. Men ham hijobda yurar edim. Ko'chaga oqlab chiqmaganman erim kelgangacha ham. Senlar qatdan bilasan? Senlar meni qiyinchiligimni qatdan bilasan? Bolamni olib ham o'qir edim, ham sahar bozorga chiqib, sumka, og'ir sumkalar ko'tarib, bitta bolam bitta qo'limda sumkalarni ko'tarib,
Uyda chidan chiqqan qiz chidan nari deb aytadi-da. Chidan chiqqan qiz chidan nari deb aytadi. Rosa qiyinchilik ko'rganman. O'qishimni bitirib, o'sha yerda shunday unisi turti, bunisi turti urgandan keyin Koreyaga 9 viza bilan kirib kelganman. Senlar meni qatdan bilasan. Meni gapirasan, men shunchalik qiynalganim uchun ayollarga yordam beraman deyman. Koreyaga kelib teplitsalarda ishlaganman, boshlarim stanokka kirib ketgan, qo'llarim kesib olgan, drellar. Hech kim qiynalmasin deyman. Shuning uchun uyim bor-u, mayli yerim bo'lsa ham olib ashta mo'yxonasida yotavergin, ko'chada qolgan bo'lsang-mu, qilavergin, mo'nini yeb olgin, bolam bilan kelibsan ekan, yordam bering. Turib olgininggacha yordam bering deydigan odam bo'lganman Koreyada. Shunday afsuslantirib yubordilaring. Hali hammaga Xudo bor. Hammaga Xudo bor. Labis 21 bitta zo'r qo'shig'idagi bitta zo'r jumlasi bor-ku. Siz ikkinchi qilishdan qilsangiz hazar, to birinchi bevalikka yetgunga qadar. O'zbekistonga jo'nattirdi. O'g'lim mo'ltirab turar edi. O'zbekistonga jo'nat bolingni, yoqtirmayapman. Anu eringga o'xshaydi. Erimni suratlarini ko'rganda, ya'ni eringga o'xshaydi, jo'nat durar edi. O'zbekistonga jo'natmaganman shu o'g'limni, mana shu oldimda katta qilay, oldimda yursin deb jo'natmay asha yo'lni tanlaganman. Bolamdan kechmaganman. Hozir ham qolsa, agar shu erim shu farzandlarimni yo'q deydigan bo'lsa, 3 farzandimni ham o'zim katta qilishga qanday mayli nima qilsam ham, gadiychilik qilsam ham, pul to'dalamasam hamchi, katta yig'izib, katta qilsam shularni. Shular meni bir kun boqib oladi. Men hech qachon bolamni changallab yurib, даже ko'chaga tashlamayman. Oldimda hech qachon uzoqqa jo'natmayman. Даже uyga 10 minut kech qolsa, yuragim to'xtab qoladi. Oldimda yur deyman, ishlama, mayli ishlamay qo'y. Men qiynalsam ham deydi. Senlar qayerdan bilasan? Gapirasan osonlikcha hamma narsani. Men onamdan, otamdan bir yordam so'rab hech narsa qilmaganman. O'zimni qiyinchiligim bilan, erimni shuncha qarzi bo'lsa ham o'zim tirikchilik qilaman. Boraman davlatdan qancha yordami bo'lsa ber deb aytaman. Kartoshka, piyoz beraman desa ham borib o'shani 1 soat kutib bo'lsa ham olaman. Bular qayerdan ham bilardi Farida opa. Birovni hayotida yashamagungacha hech narsani hech kim bilmaydi. 아니요, 당면 오른쪽 방향입니다. Iloyim farzandlaringizni rohatini ko'ring. 잠시 후 오른쪽 방향입니다. Xudo xolasa shu o'g'limni katta qilib oldim. Mana shu o'g'lim uchun bor baxtimdan kechib, mana shu o'g'lim shu kecha kim nima desa ham baxtimdan kechdim. O'yin kulgudan kechdim. Odamlar bu dengizga boraylik deydi Koreyada. U yerga boraylik, bu yerga boraylik deydi. Men bormayman. O'ynab kulmadimmi? Bir marta qo'lim uzilib ketganda hamma narsadan jonimdan to'yib, bir marta 17 yil bo'lgan bo'lsa Koreyaga kelganimga, Jejidoga bitta o'zim borib, o'sha yerda 4 kun turib keldim. Chetga chiqmanman, o'ynamanman, borib dengizlarda kulib o'ynab kulmanman-da. Shu bolalarimning rizqini qiyib qo'ymay, shu bolalarimga yaxshi kiyim kiyintirib, kemaslarga yaxshi yig'izak, yegiz kelgan narsani olib kiyizak, kiydirib, narsani kiydirib yig'izak deb o'yin kulgiga berilmayman-da, masalanda. Sevgi nima, baxt nima? Er kelib menga pul berib, yo menga bitta buket ko'tarib bergan emas. Men ham havas qilaman.
Men ham o'sha o'zbek bilan yashaganimda, o'sha o'zbek shunaqa xiyonat qilib shuncha qiynamaganda, men ham Koreyani hayotida orzu qilmaganman. Senlar qattan bilasan. Hali Xudoga soldim, hali ko'rishasan, shuncha qilib orqamdan gapirdingmi? Men hech kimni gapirganlarni ham borib yomonlab yo ustidan yozib, shu haqacha hech narsa qilmadim. Mayli, shuni ham bolasi bor, keyin nima qilmaydi. Bugun bir qiz keldi. Anosh degan qiz keldida, qizi bilan bir necha yil oldin kelib, oldimga kelib, hijobda edi. Kelib, "Opa," dedi, "sizni rosa kuzataman, muxlisingizman" da ancha gaplashib o'tirdik. Shunaqa erim dedi, "Mashna qildi, karis erim. Mashaqalar bo'ldi" dedi. Ancha maslahat berdimdan keyin bu qizni mana shu setoralar tomonidan mana shu Sadanjida. Bu qiz qanaqadir magazinda o'sha Sadoqat degan qizni qamalib qolgan bu yerda magaziniga kiyim Turkiyadan kiyim olib kelib sotgan ekan. Bugun eshitib qoldimda. Turkiyadan kiyim olib kelib sotgan ekan. O'zi uni tovarini sotmagan. O'zi olib kelib, o'zi sotgan bo'lganda, keyin ash qizni tovarlarimni o'g'irladi deb qamatib yuborgan ekan. Sen nima yo'q bo'lib qolding desam, yosh qizchasi borda, masalan 5gami 6gami kirdi, bugun ko'rdimda, o'sha paytda kichkina edi qizi. Sen qizingni uyga tashlab qo'yib ishlaysanmi? Ha, opa zavodga chiqib kelaman 5-6 soatga deb yig'lab gaplashgan men bilan. Keyin qizing ham katta bo'lib qopti-ya, yo'q bo'lib ketding. Nima telefon qilmay qo'yding, birovni xafa qilib qo'ydimmi seni desam, yo'q opa, eshitdingizmi, qamalib qoluvdim deydi. Nimaga qamaluvding desam, shunaqa meni ustimdan yozib berdi, tovarlarimni sotdi deb, o'g'irladi deb yozib berdi ash opa deb yig'latdi. Bugun shuni eshitib aytayman. Xudo shu farzandingni ham o'ylamadimi, shu kichkina qizingni qatta turdi, Sitora opam yordam berdi, olib chiqdi Sitora opam meni qamoqdan, endi sutim bo'ladi deyapti. Shuni eshitib shunaqa stress oldim. Menga shuncha tuhmat qilishdi, shuncha yil oldin ham menga shunaqa tuhmatlarni qilishi nima qildi ham, men shular ustidan yaqinda mana yana gapirib chiqdi shu qiz. Meni ustimdan mashna qilib yolg'on gap gapirib chiqdi, dorichi qiz dedi. Men u qizga ham yordam berganman. Alloh turibdi, yomonlik bilamiz opa, siz bunaqa yomonlik qilmaysiz hech kimga. Farzanding bor, yozmayman, hech yozmovdim-da shu qiz degani. Mashna qilib gapirib chiqdi-da o'tgan safar. Rosa xafa bo'ldim. Mayli, o'zi ishi sudda ekan buni. Men yozsam baribir nima qilaman? Allohga soldim, shu qalbimni og'ritdimi? Ertaga mayli kechirim yana so'rab keladi, kechirim so'ruvdi. Kechirgan edim-da. Bularga yozsang ham yomon ekansan, yozmasang ham baribir yomon ekansan. Men bugun shu qizni eshitib shunday yig'ladim. Sen qatdan buni qamalib qolasan. O'shanda magazinda narsa sotyapman, opa duding. O'sha Sadoqat opam magazinida narsa olib kelib Turkiyadan sotyapti turdim duding. Nimaga o'shalarda gazetini ko'rsatmadingmi cheklaringni? Desam, opa bilmayman, shunaqa qilib men ustimdan yozib berdi. Keyin meni olib kirishib qo'ydi. Bilmayman, mana shu joyda katta tanishi bor ekan militsiyadan. Keyin mana shunday qilib advokat oldim, necha millionga ham. Bolam bilan rosa qiynaldim opa, menga bugun yig'lab aytib berdi. Sitora uni dokumentlariga chop qo'yibdi. Karisdan bolasi bor, qizi bor ekan. Keyin ham yana suting bo'ladimi, oqlanmadingmi desam, yo'q opa, sudda oqlanaman endi deb shunday deydi. Bunga bir bola u qizga bir bola tegajovlik qilgan ekan. Qirg'izistonlik bolami, o'zbek bolami, tegajovlik o'zini himoya qilaman deb o'sha oshxonada ishlab turganda bo'lganmi, qo'lida pichoq bo'lgan, itarib o'rganda tegib ketgan pichog'i, sal turtib qo'yganda, shu orqali ham o'sha o'rnida pulini bergan ekan. O'sha bola yozib bergan ekan, davoyim yo'q deb. Shu bolani ham olib kelib turib, biriga yozib tiqib yuborgan ekan qamoqda. Tavba dedim, bolangni o'ylamadimmi buni qizingni deyapman. Musofirdasan, bitta qizching bor, yana kirib, yana bugun aytib, qamoqqa kirib aytibdi, bolangni, onangni nimasini telefonini ber, O'zbekistonga jo'natsan, qamalib ketasan deb kirib aytgan ekan. Sani Sitora qamatdi deb kirib shunaqa degan ekanda, yolg'on gap.
Bunaqa narsalarni qaysi qanaqa vijdon bilan qila oladi? Birovni bolasini musofirda qamoqqa qanday tiqadi? Men bu aytaman. Keyin o'sha qizga aytdim, chiqib ket boshqa shaharga. Boshqa shaharga chiqib ketib yasha, nima qilyapsan bu yerda? Bet shunaqa joy ekan. Bildim shuni, g'urbat joyi, shu chekka kelsam yoqmaydi, hech ham kelgim kelmaydi chetga-da. Chaqiraveradi, keling, Sitora, keling, chetga keling debdi. Sitorani oldida kim bor dushman bo'lib olishyapti-da. Men bu qizni Sitorani olib kelib, yordam bering, singlim mana shunaqa o'tib qoldi. Mana shunaqa sizni politsiyalardan telefon tarjimonsiz, bemalol gaplasha olasiz kirib, menda unaqa dokumentlar yo'q. Keling opa deb men nomerimni tashlab berganman-da, shu qizga TikTokdan. Kelgan. Nozima Rahmonli o'tib qolganda. O'shunda tanishganman-da, Alloh yo'q-da. O'shandan keyin yonida bo'ldim, o'shanaqa fitna qiladimi? Men nima yomonlik qildimki, ularni o'zini adovatiga meni tiqib, buna qilib, Dalil o'ziga telefon qilib, qil shuni, qil. O'sha qiz aytib beryapti, yoqamni ushlab qolyapman-da. Nimaga bunaqa tuhmat qilishingga sabab nima? Nima yomonlik qildim men u qizlarga? Nima meni bunaqa qilishib, kasal odamni shunaqa qilishib qiynaydi? Hali bularga Xudo bor. Xudoga soldim, men jazosini olsin. Alloh turibdi, Alloh yagona meni eshitdi. Qalbimni yig'lagani kechalari tuhmatlarga qolib, stressga qolib, hammada har xarakter har xil. Aybing bo'lmasa nima qilyapsan bu yerda deyshadi. Meni xarakterim bitta suratimni olib chiqsa jahlim chiqadi. Mendan ruxsatsiz qilma deyman. Hech kimga ruxsat men nima men aytmagan narsani qilasan. Men seni birovning suratini olib chiqmayman hech qayerga. Olib chiqib, mana shunaqa eding demayman men. Zapis qiladigan xarakterim yo'q. Даже o'zim bir joyga borsam suratga tushishni yoqtirmayman. Bir joyga borsam video olishni yoqtirmayman. 잠시 후 오른쪽 방향입니다. Hazil qildim, hazilga oldim shunchasini tuhmatini. Mayli, opa dedim, bu narsalarni siz anu qilyapsiz. Buna qilib ularning suratlarini olib chiqib shantaj qilmang. Keling o'zingiz hal qiling. Bu yerda sizni o'zingiz kerak ekansiz. Advokat qilamiz desam ham unamadi. Opa o'zingiz keling dedim. Ishonmasangiz o'zingiz kelib hamma yo'qda qaytadan bersangiz ham, apellyatsiyani bersangiz ham o'zingiz qiling deb aytganman. Hasoling bilan onasi kelsa beramiz dedi. Nimaga sen kameralarni berishmayapsan deb politsiyalarga aytganman. Bu xotin daftardan fitna qilib Farida bilmasin. Bular o'zi aytdi, birov bilmasin. Avazbek keyin jo'natib borasiz daftarda deb o'zi aytdi. 약 1km 앞 서시읍 톨게이트입니다. 약 1km 앞 서시읍 톨게이트입니다. Eshityapsizlarmi? Kelmayoqqa kel. Mana shu kelib, oldimga kelib gapirisha olmaydi. Hammasi telefonda, jirri telefonda. Oldimga kelib gapir, bashara gapir. Hayvon bo'lsa Kelishib o'sha kuni kartasini olib kelganda Sitorani so'kishib, uyatsiz gaplari bilan mana eshitdinglarmi?
shu gapimni tashlab turing. Gapimni tashlab turing. Hayotimda men qizini juda degan gapni gapirmaganman. O'lgan qizni sharmanda qilgansizlar, men emas. Men emas dedi. Men u qizni urardim. Hech qaysini odamlar bilmay, hech qaysini ko'rsatmay, badanini sashi ko'rsatmay jo'natdim. Badanini ko'rsatgan ham sizda ular o'sha odamlar xuddi sizga qanday bo'lsa bizga ham shunday. Tepada Alloh turibdi. Begona odamlarmiz. Bilaman. Adolat tarafimiz qizlar. Men ham adolat tarafi. O'ldirgan bo'lsa qamasin hammani. O'ldirgan bo'lsa nima qilasizlar? Bijir gap aytirib. Musofir yurt asabiylik o'zbekmiz o'zi. To'rtta o'zbekmiz. Hozir sizlar birov o'ldi desa yugurib borib yordam bermayapsizlar. O'zlaridan aqlli yasab olganlar. Hali sanlar qarab turgin, o'zingdan oldidagi qiz bilan gaplashyapti, bilib olinglar. Yordam beramiz. Ha, insonmiz-ku chunki odammiz. Psixolog ketib, ballisa yotir. 10 millionlab rasxot qilib chiqib turib, og'zingizni tilingizni yopib turadigan qaysi biring bor? Hech qaysi. Hech qaysi qarang. Hech qaysi deb aytmaysiz. Kim u qizni? Sizlar yo'q, onasi yo'q, men emas u. Men qattiq ko'rmayapsizlar. Men hayratda qarayapman, unaqa degan joyim yo'q, yolg'on qizlar, unaqa bilmasdan gapirmaydi. O'zlaridan bir nimani yasashib olgan bular o'zlaricha. Kelib gaplash kerak deb o'tirib. Men boshdan oxirigacha aytib berardim bitta. Aytib berardim bitta. Ko'rsatardim videolari. Hammasi nima bo'lgan, nima qo'ydan boshdan oxirigacha. Yuziga tushgan odam qizimni cho'miltirib jo'natdi. Gaplashgan yo'q hozir. O, kartasini olgani kelganda bular rosa urushib, so'kinishib ketishgan eshigini tagiga keldi. Kartani olib. Telada bo'lsa, Gulnoz opa chiqib efirda men Samonim hammamiz turganda, qizlar sassiq jo'natsanglar bo'lardi deganiga men shu gapni qaytarganman. To'ppa-to'g'ri edi. Bekor shu sassiq jo'natmabmiz-da, bekor cho'miltirmabmiz degan gapim to'g'ri. Lekin qo'ltig'ida balo bor ekan, piston bor ekan degan gapni men gapirmaganman. Men hamma gapni Bularni sassiq jo'nataylik degan gap biz bu Sitoran gapirgan gap deyibdi-da, ularni chiqargan yalong'och chiqargan, o'lgan Rahmaliydi odamlarga ko'rsatib, yuzlarini ko'rsatganlari ayb emas. Nabarot bizni jahlimiz chiqdi, nimaga unaqa qilib chiqarasan deb. Biz nabarot adolat qilganmiz. Ular mazza qilgan chiqarishib. Rahmatli sharmanda qilib hammaga. Hech kim hozir qanday yo'q bo'lib qolgan bo'lsangiz borku, iloji boricha mana shu O'n qarang, jim yuravering deydi. Ikkinchidan men bu ishni boshdan oxirigacha men urush janjallarda bo'lmaganman. Undan keyin qo'rqib yashirinadigan ishga majbur emasman. Men yeb qo'ygan joyim yo'q, yo pul olgan joyim yo'q, yo bir noqonuniy ish qilganman. Boshdan oxirigacha daber desam, hamma narsam qo'limda bor. Xohlagancha politsiyaga yozishsin, xohlagancha qilishsin. Aybi yo'q bo'lsa enaynikiga chiqarasanmi suratlarni? Salom alik qilib gaplashardi. U dedi, bu dedi. Farida ustida turgan edi. O'ldirib turganda u edi, bu edi. Qarang. Enaynikiga Faridani aybi bo'lmasa sharmanda qilib hammaga unaqa edi, bunaqa edi deysan. Uyatsizlar. Hali ko'rishasan. Mehmon qilaman dedim. Siz bilan boya gaplashdim. Opa kesinlar gaplashib mehmon qilaman. Onada baribir ichi kuyadi. Men ham onaman. Men ham uni o'rnimsa undan ham battar bo'lardim balki. Keling desam, salom bersam, alik olmadilar. Xuddi men o'ldirgandek. O'layni men bitta 20 kun qolib ketsa avtomatik o'ldiradi degan joy, nima degan joyda. Rahmat qizim, shuncha yordam berdingiz deb. Endi ishlayapman, sizlar bilan birga ishlayapman. Insasini qotirib, jinni bo'lib qoldim men. Yo, shu tarafdan
siz kelishingiz bilan mana tuhmatga qolib ketmaydim. Kelishingiz bilan shunaqa gap gapirdingiz-ku Sitora opa. O'shancha o'ylayman, kelsa qotirgandim. Keling, bu yerda bir-birimizni yomon ko'rmaylik. Men qo'ysizni bu gaplashgani kartani yaqinda olgani kelganda bo'lyapti, o'sha 4 oy o'tib ketgandan keyin. Shunchaki videoga olganingizda balki salom alaykum qilib ketgan bo'lardinglar. Borganingizda mana tuhmatga qolmaydigan mana siz to'g'ri ma'noda garchi gapirsangiz ham o'zingiz uchun. Ikkinchi tomon balki noto'g'ri tushungandir. Gapiring, ipchan paqqoba aytdi. Ipchan paqqoba, qancha gapiraylik. Xudo asrasin, Xudo asrasin. Bironta o'zbek qiz o'ldi, tanimaysiz, ko'rmagansiz umringizda. O'sha qiz orqasidan bordingizda 3 oy 4 oylab boshingizga shuncha balo battar o'ylaysiz, bolalaringiz rasmi TikTokga chiqarib O'zbekistondagi oilangizgacha mana shuncha baloni ko'rib, balisa qatnab, yuragingiz ushab intar qilib shuncha baloni ko'rsangiz, indamay jo'natasizmi? Men insonman, musulmonman, assalomu alaykum dedim, tamom. Assalomu alaykum. Men assalomu alaykum dedim, boshqa narsa emas. Boshqa hech nima. Agar arsincha to'g'ri qilgan odam bo'lsa, oho, nimalar qiladi. Конечно, o'tgan o'qimaydi, videoga olsin. Shunaqa bo'lyapti. Sitora opa, mana men sizga konkret o'rtada ochiq anaqa oydin aytaman. Men sizni oldindan taniyman, men sizni avval ham gaplashganman, deydi Sitora opa, faqat SMSda. Men sizga shaxsan husumatim yo'q opa, men sizni hurmat qilaman, to'g'risi. To'g'ri, men bu kim edi o'sha Farida? U qiz haqida men ma'lumotga ega bo'lmaganman, shu qiz vafot etgunga qadar. Orqa varaqdan eshitgan bo'lganman, kimligiga ahamiyat qilmaganman. O'zingizni nima deydi, bu yerda hurmatingiz bor, ayol o'zingizga yarasha deb, biz bu yerda hozir bir-birimizni ko'nglimizni og'ritadigan holatni o'zi kerak emas-da. Nimada xuddi shunaqa bu Nozimani oilasini gaplarini bir-birimizga yetkazib aytmoqchi bo'lganim, xuddi shu holatga Sitora opa siz tushganingizni sababi o'rtada avaz, ya'ni Koreya yangiliklari avaz olib chiqib ketyapti, siz uni atrofida bo'lib qoldingiz, bu sizni xatoyingiz. Atrofdagi xalqqa siz xato emas, bu xato emas. Bu yo'q, bu xato demayman. Atrofdagi jamiyatga siz shu tomonlama yomon ko'rinib qoldingiz shunchaki. Avazni просто yonida bo'lib qolganingiz uchun. Balki o'sha kuni avaz emas, biron bir shaxs boshqa shaxs endi qarang, hamma aql berishni biladi. Hamma, siz ham katta gapirasiz, yoningizdagi ham, oyisi ham hamma aql berishni biladi. Lekin musofir yurtda bola chaqa ishi pulni tashab, hech qaysinglar bormaysizlar. Borib turib ham shuncha baloga qolib. Avazni ana opaman. Nimaga kelishmadi unda? Nimaga ishlaringni tashashib kelmading bo'lmasam? Qaranglar, mana nimaga bormaymiz deyapti. Nimaga kelishmadi? Bo'pti, Anora avaz yonida turdi-yu, o'lik yuganda yonimizda edi-yu, nimaga yomon ko'rinmadi? Nimaga biz yomon ko'rdik? Anorani даже biz bilganimiz yo'q edi-yu, o'zi faqat siz bo'lgansiz. Anora boshdan oxirigacha men yuragim ushab, infarkt bo'lganman deb stolda o'tirib qoldim video bo'lgandan keyin. Anora boshdan oxirigacha ko'rgani o'sha 20 ta qiz. Nimaga 20 ta qiz tuhmatga qolmay men qolishim kerak, Farida qolish kerak. Farida qo'lini tekkizgani yo'q. Sitora yo'q, gapirgan, asosiy gapirgan odamlar siz bilan gapirgan. Politsiyaga yozinglar, to'ydirib yubordinglar 3 oydan beri. Rahmat shumi? Qarang, rahmat shumi? Bir ayol yonmadi Koreyada. Bu yonib kul bo'lmadi bir ayol. Bir ayol yonib kul bo'lmadi Koreyada. Bir ayol jo'natildi. O'g'loni yozilgan. Sanlar kelishdik, nimaga kelishmading? Shunga hayron qolyapman men. Rahmatli 4-kuni o'tgan ekan. Sanlar nimaga kelading? Qatdeding. Yugani nimaga kelishmading? Даже yugani kelishmading. Yo'q. Shuncha reklama qo'ydi. U qarang. Urushdan keyin qahramonlar. Boshqa hech nima. O'zimizni sharmanda qilganimiz qoldi, hech nima, boshqa hech nima qildi. Bunaqa gapingizni bizga ham aytmang, boshqa birovlarga aytmang. Hatta gapingizni ro'yxatdan chiqarib yuboradi. Ehtiyot qiling. Пожалуйста. Qo'lidan kelganini qilsa. Kim nima qilsanglar, aniq men boshdan oxirigacha даже chatlarga kirib aytdim, "Voy gapirmaylar, otini joy jannatda bo'lsin. Voy gapirmaylar." Oxirgi marta yig'lab turib, skoriy olib ketdim uyimdan. Mana Farida guvoh, oltigacha gapirmaylar. Bo'pti, onasiga kerak bo'lmasa, olganlarga kerak.
Gapirmayli joyicha katta bo'lsa, go'riga tikib turmasin, shu qiz qo'yinglar gunoh o'ziga. Men biron joyda shu qizni na yomon dedim, na bir nima dedim, na yalov biron joyda gapirmadim. O'lgan odamni gapirish menga emas. Men gapirmayman ikki dunyoda ham. Hech qachon. Qancha narsa bilan hammada gunoh bor. Hammada gunoh bor. Hammamiz adolatli. O'sha gapda Sitora opa shunchaki o'sha yerda siz gapirmanglar deb siz bilan Farida ham xuddi yomon gap gapirmay bundan e'tibor qilsak men uni ham avvalgi yonda gapirmaydi. Faridaga gapirgani yo'q, hatto tarafi siz uni tarafini olganingiz yo'qda. Faridanchalik. Farida hozir ham shu qiz tarafini oladi. No gaplarga e'tibor qilaman bu qizni. Lekin baribir ham shu qiz ham yomon bo'lib qoldi. Bilmasin shu darajada shu qiz tarafdorga o'lgan odamni gapirish, bizga ana o'lgan odamni yalang'och badanini chiqarganga gapirish menga emas. Men kallamga pichoq qo'ysam gapirmayman. Bir qizni ro'mol o'ragan qizni hayotda badanini men hech kimga gapirmayman. Bu